Assalomu alaykum. Xorazm viloyati Urganch tumani Oqoltin mahallasi 395-konturga ekilgan qulpnay dalasi. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida amalga oshirilgan bo'lib, Xorazm viloyati Urganch tumani Oqoltin mahallasi 395-konturda ekilgan qulpnay dalasi jami 10 gektarni tashkil qiladi. Uzunligi 500 metr, eniga 200 metrni tashkil qiladi. Ushbu yer maydoni jami 22 ta ijarachiga, dehqon xo'jalariga berilgan bo'lib, har bir gektaridan 6 tonnadan jami 60 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Bu yerga lider tadbirkor qilib, Oqoltin sabzavotlari ishlab chiqarish kooperativi berkitilgan bo'lib, bu yerga takroriy ekin ekish orqali yanada qo'shimcha daromad olishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda qulpnay pishib yetish jarayoni va meva dehqonlarimiz tomonidan mevalari yig'ishtirilib olinyapti.